Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayacağız. Leksiyada Sılagacır Huzi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislak 2024 yıl 2. ayının 8. günü haftiga Perşembe vatandaş. Bugünkü leksiyalarımız diyeke vaziyetimizden gep kıladigan bolsak, bugünkü vaziyetimiz işenç. Tarmar buluvatkan bir paytda senin her kandak tedbirin işe yaramaydı. Mesela Cungo'da imaret ticaretini kutulduruş bolsun, payçek bazarını kutulduruş bolsun, yaki çekine vatkan iktisatını aldığı yaka terakkiyat yolu seliş bolsun, hiç kayısı karga kemme. Çünkü işenç tügü deydi. Bu mavzumışındaki bana işenç tarmar buluvatkan ehval asıda her kandak tedbirinin önemi hiç dersi gezmeydi. Bu haber 2. ayının 7. günü Venvi torbeti dilan kıl. Yukarı tedbirlendi boğan tıkol silege 4 xil tedbir. Mesela hukukla tüvengi çürüş, çetel şirketlerinin Cungo'u kilip pul muamele organlarını tesis kılışı digendek. Muşularının hiç kaysi sana endi karga kelmeydi. Bunun da muşuma kaldı oturgu çıkırılan kulası karga kelmeydi. Şeyiş tügüdü. Şeyiş tügüdü. Bir yer şeyiş tügüdü bir nesi hazır ki dünya ortak tonuşka geldi. Nime Cungo'nun bazılarına Cungo hükümetinin vadisi ki işengeli olmaydı. Herkes işengeli olmaydı tügüdü. Şuna deydi ki muşuma kaldın kıskartıp şike abzasın çıkarılgan bir hulasa vatandaş. Hazır Cungo yaki bu yerdeki yaki Cungo Garp marifetinin ve garp medeniyetinin birinci nomorluk düşmanı gaylan dedi. Demek garp seni tonup buldu. Her kaysı devletler garp lagırıga mensup her kaysı devletler seni tılıp buldu, bilip buldu. Kimlikini öcür böcürü güç görüp buldu. Yani şenç yok. Şenç yokken iktisat doğrusuna tedbirlerinin hiç kaysı akmaydı. Ameliyatı ne buldu o? Mesela işketerliyor, yüvenli saldı tügü diye. Bir hep dişçike kalmayı tügü diye vatandaş. Enlikte hazır başkuruş komiteti. Pazar ve pul muamele organlarına başkuruş komitetinin başlığını elip taşıldı. Onun ornuna başka bir kişini tayinledi. Bu kişinin tayinlenişi mesela hazır torbetlerdeki haberge karganda bunun pul muamele organlarına başkuruşu belki bulanç karakterlik buludu. Biz etkendi dedi aslak vatandaşımı payçek bazarı desiniz sizgi bizgi bir payda berdiğen çek bazarı emez. Esliye frane kalk soğukta kılıdığan çek bazarı. Şun bir yerde Cungo Kompartiyasının yüzünün nemiz yan tatıp atqallığını eşkin bilmeydi. Bırak onun aş kalktı soğukta kılış. Puralarını kalktı soğukta kılıştın alıdığan paydası tügeçti degen gep. Enenge koşulup kelgende yani neme enen koşulup kelgende öy imaret ticaret tügeçti degen gep. Endi bugün yani tuyuksuzla yetip gelgen bir haberlerde ki kıska haberlerimizde vatandaşım nime deydi dememsiz. Çatak Xi Jinping bir yeni signal tarqatdı deydi. Acellik hatalık sadır kıldı deydi. Amerika armiyasının sabı kumandanı eğer Tayvan boğazı kamal kılındığın bolsa Cungo şu aman alak buludu deydi. Demek bana da qaraganda körüp olasız. Muşunda qısta-qıstançılıq. Tünügen biz neme degen edik? 1929 yıldaki dünyavi kasatçılık Yaponiyanın 1931 yılı kuruluq çıkıp can qilish yani Cungoni boysunduruşqa mecburli. Ulug' okean vuruşu başlandı şu kasatçılık. Yaponiyanı şu uğraşını qozg'ashqa mecbur oldu. Bugün Cungo kasatçılıkta. Hazır endi bir yerde gep o'tirg'i chiqib atkan gep. Cungo Tayvan boğazına kamal qılamdı degen gep. Birli bu gepni bugün hem de min jivjingli emas
Pul qaraydigan yıllar özümü şundaq mavzu qoyuptu. Hem ümit sadası mı aşındaq mavzu qoyuptu. Bunun qarta Amerika kumandanı sabı kumandan dep ismini beğenmepti. Eğer Tayvan boğazı qamal qılınğan bolsa, Cungo Kompartiyası halak boludu deydi. Endi 94-nji numar yoki belgilik bir yangi torbit eçilip bunu neme deydi desiniz? Bu qatim endi Prezident Joe Biden oçaq aşkara ifade bildirdi. Tayvan boğazı taraq turuq bulduğan bolsa, Cungo Kompartiyası qurallık hujumu bir nima. İşlerini teriydiğen bolsan endi bu qatim Amerika askeri çıkarıp qoqdaydı. Askeri çıkarıp qoqdaydı. Legion Hall dedi. Bu ihtimal Tayvan Devlet Müdafiye Ministeri bolsa kerek, bilemedim ismini. Amerika harbiy aeroplanları deydimiş 7 gün içinde, ütüp ketken 7 gün içinde Tayvan boğazıda çarlaş elip bardı. Herkes septen qaytmadı deydi. Bunu da qarasınız, haqiqatan Tayvan boğazıda bir ciddilikning yüz berip atqanlığını his qilasiz. Eğer Amerika aeroplanları deniz boğazdan qaytmay çarlaş elip berip atqan bolsa, haqiqatan Jungoda bir niyetning buzulganligi, yani buzulgan bir niyetning Tayvan boğazı etrafida özünü ko'rsatmoqchi bo'lib atqanligini his qilasiz vatandosh. Anda yana birisi nima deydi? Jungo iqtisodiy krizisi, Jungo'nun Tayvan'a qamal qilish xatari mana bu yer 3-nji qatim keldi ha. Ondan hammasi o'rilmoqda, masalan, qamal qilish xatari o'rilmoqda. Boshda shundoq dedi, oxirida pul qaraydigan yillar nim dedi. Jungo'nun Tayvan'a qamal qilish xatari o'rilmoqda. Tünügün biz nim degeni vatandaş Tayvan hazır quruqlik qilmish bahar bayrami kunlarida yetib bordigan sayohatchilar va tuqqan yo'qlash bu degandek. Bütün bir grup adamlarning çoğun quruqlikqa berishini yo'lni cheklab qo'ydi bu qatim. Tayvandagi bu harakatning bir vaziyatdan xabardor bo'lib turyotamdi qandaq. Shundaq sezgirlik ichida bu ishni qilyapamdi qandaq. Balki shundaq bo'lishi mumkin. Bo'lmasa Tayvan hozirgacha yo'lovchilarni va sayohatchilarning Jungo'ga berishini cheklab qo'ygan emas hozirgacha vatandaş. Bizning o'zimiz kuzatayotgan doirada jumi. Yani başka vaktlarda başka saat otlara çıkan bolsa bilmeyimiz. Biz küzdüvatkan dairde Tayvan bunda işini kılıp bakan emez. Endi hazır bir yer yani hal kılgıç bir gap. Mesela dedim Tayvan Üniversitesi siyaset profesörü Meng Jujun. Bu adam oturup çıkıp doktormayı sözlüyor. 3 kanalda. Tünügen dedik 2 kanalda sözledi. Her ikisi birinci ayının 26-27. Bangkok söhbetiga sual koydu. Tayvan toğrusida neme dedi dep sual koydu degendik. Endi bugün Meng Jujun neme depti desiniz? Amerika ve Amerikanın ittifakdaşları, ona denkenki cümlede başka gap yok mavzuda. Ok merkezi devletler elbette bir yerde közüstüğünü Rusya, İran, Jungo Kompartiyası yalang'och o'ttirg'i chiqib Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish urushini qo'llaydiganligini bildirdi. Bu bundan alazal 4 gün 3-4 günler burun mesela 2. ayına 4 etrafında kelgen edi. Ben sizlerge ulgiremeye kaldım. Arlıqta yetkizemeden bunu. Qandaq o'ttirg'i chiqdi desiniz, hozir Jungo Kompartiyası Devlet Müdafiye Ministeri qilib Deniz Armiyasining bir generali Dong Jun degan adamni Devlet Müdafiye Ministerligiga tayinladi. Bir ay o'tmay bu adam yangi xizmat topshirib elib bu general tunji qatim Rossiya Federatsiyasining Müdafiye Ministeri Sergey Shoyguga telefon berdi. Şu Tulpenberg o vaqtda nima dedi deseniz, birinchi eg'izdan chiqqan gap, biz Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishni qo'llaymiz dedi. Bu to'g'rida g'arb dunyosida bir taraq-turuq bo'lamdi desek, hech qanday taraq-turuq bo'lmadi. Mush gapdan keyin sabab nima deseniz, Jungo'ning Rossiyaga maxfiy oldi bo'lsin yoki qisman doiradagi oshkor oldi bo'lsin, Rossiya armiyasimiz urush davrida qo'llab kelayotganligini g'arb dunyosi biladi-da. Rossiyani qo'llayotgan Jungo'ni bilib turdi bu ishlarni, endi u gapni qilgan vaqtida g'arb dunyosi sakrab ketishining o'rni bo'lmaydi ekanda. O bugun tuyuqsizlik yuz bergan bo'lsa, g'arb dunyosi bu to'g'rida bu narsa demaydi ekanda, vatanda shu deyilmadi, biroq hozir gap nimada desangiz, Jungo Kompartiyasi
Rossiyani Ukraina qiratgan tajovuzchilik urushini qo'llaymiz degan bo'lsa, bu demak yalang'och yottirg'i chiqdi deganga. Yalang'och yottirg'i chiqdi degan. Agar shu yalang'ochlik bilan birga cho'ng yuraklik ikkisi qo'shilib kelsa, Jungo Kompartiyasi Tayvan bo'g'izi bir ish qilamdi desangiz, yananga musha xabarda men jujung nima dedidan. Ko'pchilik ketdimi? Endi deydi, Amerika bilan Jungo Tayvan bo'g'izida taglikni oshkorlaydi deydi. Bugün bunu men jujung hukm qildi. Tunigillatuvchi savol qo'ydi. Bugün hukm qildi. Bugün 2-ayning 8-kuni men jujung bu to'g'ri hukm qildi vatandosh. Tayvan Universiteti siyosat professori, siyosiy sotsiologiya professori men jujung hukm qildi. Demak, Tayvan bo'g'izida Amerika bilan Jungo ikkisi taglikni oshkorlaydi. Demak, yuqorida sizlarga so'zlab kelayotgan ma'vo, bugungi sözlügen sözlerimiz Tayvan bo'g'izi vaziyatiga munosabatlik deyilse, agar jiddiylik shu darajaga kelsa, demak bu yerda taglikni oshkorlaydi Amerika, taglikni oshkorlaydi Jungo. Ondan hozir dedik sizlarga prezident Joe Biden, agar sen tajovuz qiladigan bo'lsang, biz askar chiqarib qo'llaymiz dedi. Hatta Li Jinhao Tayvan Devlet müdafiasının ministeri bu nima ta bilemey kaldı bu nima dedi deysiniz Amerika'dan ağzından çıkan yana bir göp hatta yadro kurallarını işletip Tayvan'ı qoğdayımız dedi deyin. Yani bu yazmış şekilde kemmedi hazır şu obzorçular video film işlegiçilerinin filmi şekilde kelivatı da vatandaş. Demek bir yer bir gap yanıysanız da olsa iki katım sual koydu. Bugün 2-ayning 8-kunida Tayvan Üniversitenin profesörü. Men jujung hukm qildi Amerika, Jungo, Tayvan bo'g'izida taglikni oshkorlaydi. Ondan bunaqa qo'shimcha yana bir xabar nima? Bu xabarda men qo'shib qoldim vatandosh. Amaliy xabardan buni ishkilisi sizning mustamlika vataningiz qul bo'lib ishlayotgan Uyg'urlarning turmushiga munosabatlik nima deydidan hozir to'qimachilik san'ati gumron bo'ldi deydi. Demak, to'qimachilik san'atining asosi paxta. Ondan kön, xrom sanatı gumran oldu dedi. Bunun asası koyunun terisi, kalının terisi Uyguristan'dan kilidi vatandaş. Tibet'ten kilidi, Uyguristan'dan kilidi vatandaş. Demek bu müstemlike rayından kilidiğen ham eşya. Bediligi terakki kılıp yaki sanat tarmaklarını teşkil ve tesis kılgan Jungo'nun kön xurum sanatı gümran boldu. Jungo'nun toqumuçuluk sanatı gümran boldu desiniz. Uygur'da halları Tibet'le bir kaddini Ruslu biliş pürüste kelgemi de mümkün emas vatandaş. Bırak sizge münasebetlik bulup gelip bu haber nima desiniz ben nima YouTube anda pralator bite 2-ayning 8-kuni. Sen kun xurum yaqinda bir qaltiskini olan ishlab ketdi öyle ki kun xurumda tazık paltolarni kiyib bilib elak chamba ishchilar nurg'un kinolar az forma harbiy forma, fraç forma deganlar kun xurum boy olduk biz mandaq madaniyat mandaq sağa yetib keldik. Xitoy shuni ko'rsatmoqchi bo'ldi-ku. Endi bugun kun xurum gumron bo'ldi, to'qimachilik fabrikasi gumron bo'ldi. To'qimachilik fabrikasi Şinjanning paxtasi kun xurum Şinjanning chorvachiligi va Uyg'uristonning chorvachiligi va Tibetning chorvachiligi vatandosh. Shunday gap. Bugünkü vaziyetimizden şunu dedik. Mana hozir birinci babda deganimiz sizga nima edi vatandosh? Ishonch tugidi, Jungoda ishonch yo'q. Ishonch bo'lmasa sening bu tadbirlaring o'zi nimaga yaraydi? Zaten nimaga dal bo'ladi? Ahir hemimiz tarmar gumron bo'ldi degan gapdan boshqa ma tirildi degan gap yo'q. Amaliyat shu. Bunun asası nemde ishonch tugidi. Kompartiyaga ishonadigan ishonch tugidi. Jungoning bozoriga ishonadigan ishonch tugidi. Jungoning siyosiy ijtimoiy tuzumiga ishonadigan ishonch tugidi. Masalan, bozor egiligi va kollektiv egilik yoki planlık iqtisod egiligi degan bu egiliklarning hammasi tugidi. Sende pazar egiligi yok ya ki kamlaştırıp planlık iqtisod egiligini mi? Üzerine degenisi cari kıldıramaysan emmisi tugidi.
Vatandaşım hesaplaganda Şinxey inqilabı 20. asırning 1910 kunidan 10 yilidan hesaplaganda esi burunqi huquq va hokimiyat manjularning mustamlikasi bo'lib turgan Xitoy davlati shuning o'zi o'rinliq edi. Manjularning boshqarishi shu vaqtda o'rinliq edi vatandosh. Junguluq yoki bu Xitoy degan davlat boshqaradigan millat emas. Yaningizmi? Yani bo'libmi bu Xitoy deganning mustamlika boshqarish salohiyatimi yo'q, huquqimi yo'q, madaniyatimi yo'q, hech nimasi yo'q. Biroq bu mustamlikani xalqaro jamiyat uninga qo'shmadi. Uyg'uristonni, Tibetni, Ishki Mong'olni, Manjuriyani xalqaro jamiyat yaxshichoq bo'lib yoki xushomad qilib qo'shmadi. Şunun bilan Jungoda Kommunistik partiya hukmronligidagi davlat o'ttirg'i chiqdi. Buning Rossiyaning Stalinning o'ynagan roli intayin ko'p. Masalan, Komintang davridagi shartnoma Sovet shartnomasini imzolagan Stalin Jungoning tashqi ishlar ministri Sunko degan nim dedi? Biron Chorvosiya Yaponiya bilan birlashib Jungoni bo'zak qilgan edi. Yoki Jungoni parchalamoqchi bo'lgan edi. Endilikda Rossiya Jungo bilan birlashib Yaponiyaga taqobil turdi. Demak, Chorvosiyaning siyosati bilan Lenin Stalinning siyosati ustun, shunga Stalin bor kuchi bilan bugungi Jungo kompartiyasini qurib jurib o'tag'izib qo'ydi. Uningdan burungi Komintang degan alohida partiya emas vatandoshlar. 1948-yilda kelgan butunlay chiriklashdi Komintang. Şu vaqtda Amerikaning generallari, marshallari ko'rib yetdi o. Chiriklashish, bu hokimiyatda, armiyada chiriklashish, partiyada chiriklashish, ma'muriy xodim, mulozimlarda chiriklashish, buning qo'lda ishim kelmaydi ekan dedi o Amerika shu vaqtida. Tashrif etdi o. Qo'llashin tashrif etdi, axir Stalinga yo'l qo'ydi, sen qanday qilsan qil degandek, axir Stalin Mao'dan kommunistlarni o'ttirib chiqarib beqib edi, bugun ko'rib baqing vatandosh. Bugün xususiy mulk üzən qoyub bədin, üzənin siyasi, şiknəçi bitiş, islahat dedim. Bugün bu xususi ticaretçiləri, yekki söydəgərlər sistemisi bütünlüy nabut qılıb taşıdın. Təki-təkdini aytqanda bir adamın $10 pul tepib xayrlişini maqıl körüdüğən millət eməsən, ondan millət eməsən. Bugün Qaşqın Majuniyning kitabını qayta o'qib, qo'lim qarab baqdim. Yangzingshing davrida qilgan ish nima ekan desiniz, vatandosh dal-daraxtlarni kesib tashlash. Tövbe. Tövbe dedi ma vatandosh. Demak bu Xitoydagi bir aloyidlik ekanda bu. Millatariz Yangzingshini Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda ijro qilgan siyosati dal-daraxtlarni kesib tashlash. Yangzingshini o'ta Jinshurin davrida Jinshurinni qiladigan ishi dal-daraxtlarni kesib tashlash. Oxiri Jinshurinni hukumat ordusidan qo'g'lab chiqargan kishi Majuniying yana boshqa shingsi-sepingsilar emas. Rossiyadan Uyg'uristonga kirib kelgan muhojirlar 70 nafar muhojir urus 70 nafar muhojir urus Jinshurinni taxtdan qulatgan ekan vatandosh. Majuniying Qaşqın Majuniying degan kitobni Sibidin Shvetsiyalik bir nima ekspeditsiyachining yozgan kitobi. 70 nafar urus Jinshurinni taxtdan qulatgan ekan. 70 nafar Uyg'ur chiqmagan bo'g'imadi shu vaqtlarda vatandosh. Uyg'ur yani bir tarafdan kamchiligi nima ekan bu millatning desangiz, masalan, shundaq paytlarda generali yoki bir polkovniki askarga buyruq berib, "Ma Jinshurinni yo'qot, okopga cho'sh" desa, general qarab turib, shundaq deydigan millat ekan to'q. Sen tushmamsa okopga de. Jinshurinni 70 nafar urus qo'g'lab chiqirdi.
Bu Şinjan tarixi xilma-xil yazıldı. Bu endi baş Şevitçilikten yazgan tarix ekendine. Men Şinjan tarixini bundaq narsa okumagan edim. Şinjan tarixi materiallarında bundaq narsa o'tirib chiqqan edi. Bugun bu Majongning burun o'qigan ismda qolmabdi ekanda. Qaytadan o'qib qarab baksam 70 nafar urus Jenshurinni taxtdan qulatgan gap atandaş tarixda. Hozir so'zlayotganlik ham ayadi qilib butirib ketib qoldi. Kechiringlar atandaş.